Toshkent shahar prokurori Erkin Yo'ldoshev aholiga murojaat qilib, 2024-yil mobaynida poytaxtda sodir etilgan ayrim jinoyatlar va qonunbuzarliklar haqida hisobot berdi. Hurmatli Toshkent shahri aholisi, yurtdoshlar, kundalik hayotimizda juda uzoqda tuyulgan ayrim masalalar borki, ular allaqachon yonimizda, hayotimizning sifatiga qanchadan qancha taqdirlarga o'z ta'sirini ko'rsatayotgan bo'ladi. Shahar prokurori so'zlariga ko'ra, Toshkentda sodir etilgan 14632 jinoyatchilik bo'yicha aksariyat jinoyatchilar ushlangan va ularni javobgarlikka tortish choralari ko'rilgan. Qotillik, bosqinchilik, talonchilik, o'g'irlik, firibgarlik, nomusga tegish va boshqa turdagi jinoyatlar shular jumlasidandir. Yo'ldoshev jumladan aholi orasida giyohvandlik holati avj olgani yuzasidan to'xtaldi. 2024-yilning 20-sentyabr kunidan 20-oktyabr kuniga qadar poytaxtimizda giyohvandlikka qarshi kurashish oyligi o'tkazilib, qisqa vaqt ichida 350 dan ortiq giyohvandlik bilan bog'liq holatlar aniqlandi. Bu oddiygina statistika raqamlari emas. Sal chuqurroq qarasak, ushbu raqamlarda aslida millatning, oilalarning kelajagiga nisbatan tajovuzlar aks etadi. 2024-yil davomida Toshkent shahrida qayd qilingan giyohvandlik vositalari va kuchli ta'sir qiluvchi moddalar bilan bog'liq bo'lgan jinoyatlarning soni 3417 tani tashkil etgan. Ularning har uchinchisi, ya'ni 1328 tasi yoshlar tomonidan sodir qilingan. Ularning 16 nafari maktab o'quvchilaridir. 2024-yilning o'zida Toshkent shahrida qayd qilingan giyohvandlik vositalari va kuchli ta'sir qiluvchi moddalar bilan bog'liq bo'lgan jinoyatlarning soni 3417 dan tashkil etgan bo'lsa, ularning har uchinchisi yoshlar tomonidan sodir qilingan. Bu 1328 ta jinoyat degani. Achinarlisi, 26 ta holatda bunday qilmishni 18 yoshga ham to'lmagan, voyaga yetmagan farzandlarimiz sodir qilgan. Ularning 16 nafari esa maktab o'quvchilaridir. Shaharda yoshlarni internetdagi narkobiznesga aloqador ijtimoiy tarmoqlar orqali narkotik moddalar iste'moli va vositachiligiga jalb qilish holatlari kuchaygan. Yana bir marta sizning e'tiboringizni tortmoqchiman. Shaharda yoshlarni ijtimoiy tarmoqlar orqali narkotiklar iste'moliga va bunday moddalar savdosiga jalb qilishga urinishlar kuchaydi. Bu tuzoqqa tushayotganlar soni ham afsuski ko'paydi. Jumladan, oliy ta'lim maskanlarida ta'lim olayotgan talabalarning 49 nafari internet tarmog'i orqali olgan topshiriqlariga ko'ra vositachilik qilayotgan paytida jinoyat ustida qo'lga olingan. Prokuror Erkin Yo'ldoshev Toshkentda sodir bo'lgan yana bir fojia haqida to'xtaldi. Yaqinda Respublika shoshilinch tibbiy tez yordam ilmiy markaziga olib kelingan 2003-yilda tug'ilgan Istam ismli ukamiz mefedron giyohvand moddasini me'yordan ortiq iste'mol qilishi natijasida vafot etgan. Ming afsuski, u ham Toshkent shahridagi universitet talabasi bo'lgan. O'tgan davrda shaharda 33 holatda o'g'irlik, talonchilik, bosqinchilik, nomusga tegish, portlashlar va qotillik kabi og'ir va o'ta og'ir jinoyatlar giyohvand modda ta'sirida sodir etilgan. O'tgan yili Toshkent shahrida joylashgan oliy ta'lim muassasalarida tahsil olayotgan talabalarning 49 nafari internet tarmog'i orqali olgan topshiriqlariga ko'ra vositachilik, zakladchiklik qilayotgan paytida jinoyat ustida qo'lga olindi. Ulardan minglab savdoga tayyorlab qo'yilgan narkotik va kuchli ta'sir etadigan psixotrop moddalar olib qo'yildi. Shahar bo'yicha yil yakuniga ko'ra qariyb 240 kilogramga yaqin giyohvandlik va psixotrop moddalari savdosining oldi olindi. Huquqni muhofaza qiluvchi idoralar o'zining vazifasini bajaryapti. Davlat bu ishga beparvo bo'lmaydi. Bundan buyon ham ishlarimiz kuchaytiriladi. 2015-yilga nisbatan kibermakonda sodir etilgan jinoyatlar soni 44 barobar oshgan. Yana bir narsani aytib qo'yay. O'tgan davrda shaharda giyohvand moddasi ta'sirida 33 ta holatda o'g'irlik, talonchilik, bosqinchilik, nomusga tegish va hattoki qasddan odam o'ldirish kabi og'ir va o'ta og'ir jinoyatlar sodir etilgan. Nechta holatlar bo'yicha
ma'lumotlar yuzasidan internetda portlashlar bo'lganligini o'zingiz guvohisiz. Prokuror Yo'ldoshev ijtimoiy tarmoqda aldanib, mulkini oldirib qo'ygan jabrlanuvchilar haqida ham to'xtaldi. Shu o'rinda bir narsani aytish kerak. Ijtimoiy tarmoqlarda aldanib, mulkini oldirib qo'ygan jabrlanuvchilarning 80% dan ortiqrog'i shaxsiga va elektron qurilmalariga doir ma'lumotlarni ehtiyotsizlik qilib, o'z og'zi bilan oshkor qilganliklari natijasida jinoyat qurboniga aylanganlar. Bu jarayonda tabiiy, zamonning zayli, sun'iy intellektning ham xizmati katta bo'lyapti. Albatta, internet xizmatlari soni bundan buyon ham yanada ko'payaveradi. Lekin bu jarayon, hurmatli yurtdoshlar, sizdan hushyorlik va bu sohadagi bilimlaringizni bir qadar kuchaytirib olishingizni talab etadi. Bu fikr taxminlar emas, balki obyektiv voqelikka asoslangan tavsiyalar deb qabul qilishingizni so'rayman. Iltus O'zbekistonda avj olayotgan jinoyatchilikka oid voqealarni yoritishda davom etadi. Eslatib o'tamiz, ayni soniyalarda YouTube'dagi kanalimiz obunachilari soni 719 mingdan oshdi. Kanalimizga obuna bo'ling. Agar ko'rsatuvimizni qo'llab-quvvatlamoqchi yoki ayrim yopiq videolarni ko'rmoqchi bo'lsangiz, video tagidagi sponsorlik, super chat, super stiker va super rahmat tugmachalarini bosing. Sog' bo'ling.